Muştaq deydi. Kuşның əskisi yox. Hiç kim bu ondaq demedi. Şundaq mıkin dep oylap kaldım. Anısı nemişki kişiler onu qoğulayıptı? Kim qoğulayıptı? İş qılıp hemmi haq qoğulayıptı diken. Bir günü dadam mı ögzede bir çıraylık sayrav atkan paxtakni qoğulayıp bardı. Ne boldu? Bova, necep kılıp gettiniz? Paxtakning gepini qilaverib bir hikoyani yodimga yetkazib qo'ydim. Necep yaxshi qiptimi? Shu hikoyani aytsamsınız, onu aynan. Bo'ldi qil. Boshqasini aytib bering. Ya, o shu hikoyani aytib bersiniz. Yo'q, aytib bering. Süleyman Padişah adolatparvar bo'lg'ashqa butun dunyodagi insi jin, dibi pari, jonu jonivor, uchar qanotlar birdek uningga itoat qiladi ekan. Faqat xonishlar uning gapini yirib yetalaydi ekan. Kunlarning birida xonish podshoh bilan doli saylisiga chiqibdi. Oh, voy, pek yerib ketdim. Birdan mishat o'ltirayli. Birden o'ltirayli. Nima degan issiq. Aptatda kuyib ketadigan bo'ldi. Zini yo'q. Aptat payda qiladi. Oy, sizga payda qilgani bilan menga ziyon qiladi. Amisi orada qaytib ketayli. Yo'q, bugun kechgacha sayl qilamiz. Amisi köydim, pöydim deme. Deyman qandaq. Oy, nim bo'ldi sizga? Bütün dunyoning podshohi turib, qilch paydangizni ko'rsatmaysiz. Qana qilpasan bulat demdi. Ay, bo'lsa o'rlab bering. Bir kulib o'ting, ha. Amisi, bir talabim bor. Hozir o'rlab berasiz. Ma'qul. Qanada? Dunyodagi qushlarning hammasi kelib, beshimga soyim bo'lsin. Bu Oy, uyingiz ichiga tushib ketdi-ku. Hukmingiz o'tmas bo'lib qoldimi ya? Navkar, Löpey, derhal sumurug'ni chaqirib kel. baş üstüge. Salam Şahinşah. Va alaykum. Herman. Barliq qushlar kelib, xonish oyimga soyiban bo'lsin. Xo'p. Qandaq? Endi bo'lgandi. Bo'ldi. Lekin kichkina yo'chiqdan yana otdan tushyotidi. Oy. Bir yo'chiq bor ekan. Qaysi qush kelmaganda? Sumruq. Xo'sh, alileri. Fermanımga xiloflik qilishga petingan qaysi mal'un? Hammasini xabardor qilgan edim. Qandaqdi paxtak kelmay qo'ydi. Paxtakni nadim bo'lmasin darhol tepib kel. Bosh ustiga. Şahin şaqqı ma'lum bo'lg'ay. Paxtakni tutib keldim. Uni keltir. Xo'p. Mana. Salam Şahinşah. Biyada. Nadi lag'aylab yurdi? Aytib buyurma qayla. Men bir muhim hisobot ishi bilan xizmatga kechikib qoldim. Mening farmonimdan muhim qanday hisobot ekan u? Dunyoda ayol chiqmu, er chiqmu degan xiyol kallamga kirib olib, shu hisobotni qilib chiqdim. Qaysi chiqqan? Ayol chiqqan. Yo'q ekan. Ayol bilan er tang nisbatda yoritilgan tursa. Shunda Şahinşah, men ayolining sizig'idan chiqmaydigan erlarning hammasini ayol sanab etdim. Süleyman Padişah'nın mat qiladigan paxtak. Shundan e'tiboran mundaqroq erlarni ko'rsa, xotindim qo'qidi deb zanglik qilamish degan afsona parang el orasiga keng tarqalg'ashqa,
ishik oldidan uni qo'g'lab etadigan ahmoqona odat shakllanib qolgan. Amaliyotda paxtak hasharat yo'qish mohirlarining biri bo'lib, insonlarga xolisona yaxshi ish qilib berdi. Ha, mundaqda. Demisimi paxtak qiziq sayraydi ekan. Uning sayrishi hech qanday emas. Kishilar uning sayrishiga atay ashundoq ma'no berib olgan.